İslam Xitobnomasi Ali İzzat Begovich Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uvchi Elikbek Nashr qilg'uvchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Tahriroti Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Loyihalaguvchi A. Aqhun Ovozda Zekiya Abdusattar 2023 yili 1 nashri 1 qatim bisilishi İstanbul 2. İslamiy tartib Din ve qonun İslamiy tartib yosh bo'g'inlarning yangi fikri ve hissiyoti nuqtasidan nima ma'noga ega? İslamiy tartibning eng qisqa aniqlamasini din ve qonun, tarbiya ve kuch, g'oya ve manfaat, ma'naviy to'pliq ve davlat, fidokorlik ve majburiyatning birligi deyish mumkin. Yuqorqi omillarning yig'rilmasi sifatida islomiy tartib, islomiy to'pliq va islomiy hokimiyatdan iborat ikki asosiy shartni taqozo qiladi. Oldinqisi islomiy tartibning mazmuni, keyingisi uning qilibidir. Islomiy hokimiyat bo'lmay turib, islomiy to'pliq notakomil va kuchsizdir. İslamiy to'pliq bo'lmay turib, islomiy hokimiyat utopiya yoki zulmdir. Odatda musulmon kishi bir shaxs sifatida mavjud bo'lmaydi. Agar musulmon bo'lib yashmoqchi va mavjudlikni saqlab qolmoqchi bo'lsa, shunga munosib muhit, jamiyat va tartib tuzum barpo qilish kerak. U dunyoni o'zgartirishga majbur, bo'lmasa o'zi o'zgardi. O'tmishda o'ttirg'i chiqqan birmi islomiy harakat yo'qdirki, o'xshash vaqtda u ham bir siyosiy harakat bo'lmasin. Buning sababi islomning bir din bo'lish bilan birga o'xshash vaqtda ham bir falsafa, axloq, tartib, uslub, muhit bir eg'iz qilib aytganda turmushni butunlay o'rab turganligidandir. İslam e'tiqodi bilan g'ayri islomiy turmush, ishlab chiqarish, huzur, halovat va davr surish mumkin emasdir. Mumkin deyilsa, bir bo'lsa masjidda Allohga yalvorib, sirtqa chiqqanda unutib qolgan munofiqlar uchun, bir bo'lsa ya Qur'on Karimdan voz kecholmaydigan yoki mavjud sharoitni o'zgartirish uchun kurashmaydigan, o'zaro ixtiloflashadigan va xushallikdan mahrum kishilar uchun. Ya bo'lmasa, dunyoning noislomiy rayiga biqib, tarki dunyo bo'lib ketgan darvishona va yakka jigani turmushni tanlab olganlar uchun. Ve yoki islom to'g'risida ishkilinib qolganlar, ya'ni islomni tashlab, mavjud turmushni va dunyoni shu put qabul qilib olgan, texmi to'g'rirog'i boshqalar qurib bergan dunyoni o'zining bilib yashay oladiganlar uchun mumkindir. Demak, islomiy tartib to'pliq ichida bu yangilik ziddiyatlar yo'q bir tartibdir va musulmon o'zi turayotgan muhit bilan butunlay mosliq ichida bo'lgan bir sistemadir. Musulmon jamiyati degan nima degan savolga biz musulmonlardan tashkil topgan jamiyat deb javob beramiz va o'zimizcha intayin mukammal yoki mukammalga yaqin javob berayotgan bo'lamiz. Ya'ni bu aniqlamaning ma'nosi o'z obyekti bo'lgan ommadan ayirib qarag'il bo'lmaydigan tuzilma, munosabat va qonun sistemasiga islomiy tartib deyiladi. Hech qanday sistema o'zligidan islomiy yoki g'ayri islomiy bo'lib qolmaydi. U shu sistemani tashkil qiluvchi kishilarga asosan xarakterlandi. Yevropaliklar jamiyatning qonun yordamida tartibga tushadiganligiga ishonadi. Aflatonning g'oyaviy davlatdan mukammal jamiyat modeli utopiyagacha, eng yangi utopiya bo'lgan marksizmgacha, Yevropa ruhiy ijtimoiy munosabatdagi oddiy o'zgarish bilan mukammal jamiyatni amalga oshiradigan bir plan, bir sxemaning ko'yididir. Ammo Qur'onda haqiqiy ma'noda qonun amaliy ahkamlar nisbatan oz, e'tiqod taqozosiga munosib amaliy harakatga doir aqida va prinsip nisbatan ko'prakdir. Odatda jamiyat qachonki qonun ustiga qonun chiqarilib, adliya sistemasi murakkablashsa, cho'qim bir narsa sezgan bo'lib, bu yangi qonun nizomlarga yangi shimaylashni qo'yib, xalqni tarbiyalash kerakligining aniq ishoratidir. Jamiyatdagi buzilish ma'lumchakdan oshganda qonun nizomlar kuchini yo'qotadi. Shunda ular chirik adliya xodimlarining o'yinchiqi yoki buzuq jamiyatning yoshirin yoki oshkora ko'z bo'yamchiliklariga vosita bo'lib qoladi. O'z vaqtida jahiliyat davrida O'rta va Yaqin Sharqda nihoyat keng tarqalgan va cho'nqur yildiz tortgan haraq, qimar va sehrgarlikdan iborat 3 illat favqulodda keng bir jo'grafiyada uzoq muddatga Qur'on Karimning faqat birli oyati va birli buyrug'i Allohning bularni birdek harom qilish bilan yo'qitilgan.
Ey müminler, haraq ichish, qimar o'ynash, butlar yana cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi, paskin qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Maida. Ammo e'tiqod ajizlashgan hamon mayxo'rlik va xurofat burunqi kuchi bilan qayta o'ttirg'i chiqqan, mislsiz yuqori saviyaga yetib bo'lgan madaniy muhitmi ularga hech qanday to'salg'i bo'la olmagan. 20-asrning 40-yillari eng ilg'or dunyoviy ilmga tayangan va eng tashkilchan jamiyatning kuchi bilan e'lon qilingan AQSh ichimlik cheklash qonuni zo'ravonlik va jinoyat bilan to'lgan 13 yillik behuda tirishchanlikdan keyin noiloj amaldan qoldirilgan. İskandinaviya ellerining o'xshash qonunni yo'lga qo'yish urinishimi yana o'xshash mag'lubiyat bilan natijalendi. Bu va buningga o'xshash nurg'un misollar shuni aniq ko'rsatib beradiki, jamiyat faqat Allohning nomida va insonning tarbiyalanishi bilan o'ngishiladi. Biz cho'qim mana shu birdan-bir va nishonga yetkazuvchi haqiqiy yo'lda mengishimiz kerak. İslam o'zi o'tirib qo'ygan har sohaga aloqador ma'naviy va ichki prinsiplarni muayyanlashtirish bilan cheklanib qolmagan. Islom shaytonning ilkidagi ko'zurlarini bechit qilishga tirishgan. Agar islom inson bilan dunyo munosabatida insonni markaz qilmagan bo'lsa, din bo'lolmaydi. Agar shuningda to'xtab qolganda edi, u faqatla Hazrat Isoning Allohning salimi uningga bo'lg'ay, insonning g'oyibi va abadiy tomoni to'g'risidagi ta'limotlarini takrorlaydigan oddiy din bo'lib qoladi. Islom dini Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va Qur'on Karim orqali haqiqatan insonga, tashqi dunyoga, tabiatga yuzlandi. Shundaqla hayotni va insonni har taraflama o'z ichiga olgan bir butun ta'limot bo'lib qoldi. E'tiqod bilan qonun, kuch bilan tarbiya birlashtirildi. Islom bir tuzilmaga aylandi. Islom faqat bir din emas. Islom dinlarning taraqqiyot tarixida haqiqiy burilish nuqtasi ilib kelganligi bilan boshqa butun din ta'limot hayot falsafalaridan keskin farqlanadigan bo'lib, butunlay o'ziga xos bo'lgan islom falsafasi barliq nazariyalarni ostin ustun qilib o'tadigan yangi bir ko'z qarash va o'zgacha bir uslubdir. Bu falsafa negizida tashqi va ichki, axloqiy va ijtimoiy, moddiy va ma'naviy hayotni bir vaqtda yashashni taqozo qiladi. Yanımı iniqaroq qilib aytganda, bu falsafa insondan to'liq ong idroki bilan ushbu hayotlikning hamma taraflarini, ya'ni insonni haqiqiy insonga aylantiradiganligini va dunyo hayotining chin ma'nosini aks ettirib beradiganligini da'vo qilgan holda qabul qilishni talab qiladi. Ey odam bolalari, har qadam namoz o'qimoqchi bo'lganinglarda zinnatlaninglar, yanglar, ichinglar isrof qilmanglar. Allah isrofxo'rlarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalar uchun chiqarib bergan zibu-zinnatlarni, shirin pok rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allohning bir va sherigi yo'q ekanligini bildigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. A'rof. Allah sana bergen boylik bilan oxirat yurtin tiligin. Dunyodagi nisivangni unutmag'in. Allah sana yaxshilik qilgandek, senmu Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilimagin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi. Qazas. Buni kundalik turmush tilimizga aylantirib mundaq davilishga bo'ladi. Kishilik hayotning faqatla ibodat va duodan iborat emasligiga, shularga qo'shimcha qilib turmushni ishlash va ilm bilim bilan tartibga silish kerakligiga ishonadigan, dunyolik ishlarda ibodatgoh bilan fabrikaning yonma-yon bo'lish kerakligini qabul qilib qolmay, shundoq bo'lishini talab qildigan. Kishilarni tarbiyalab qo'yishla emas, balki shuning bilan birga ularning dunyolik hayotini osonlashtirish kerakligini o'ylaydigan va mazkur ikki nishonning bir-biriga qurbon qilinish uchun hech qanday sabab yo'qligiga chin ko'nglidan qoyil kishi dal islomga tava kishidir. Yuqoriga Allohga iymon keltirishni qatqanimizda, bu yerda Qur'on Karim ilib kelgan asosli ko'rsatmalarning bir butun islomni gavdalanganligini ko'ramiz. Boshqa hamma narsa faqatla uning sharhi va tushundirilishidir, xolos. Islomning bu tarifi islomiy tartibning din bilan siyosatning chambarchaslik prinsipini o'z ichiga oladi va islomning mazkur nuqtai nazari, nazariyaviy va amaliy ahamiyati nihoyat yuqori bo'lgan boshqa muhim natijalarga ilib boradi.
Bu natijalar ichida birinchi va eng muhimi shaksizki, islomning har qanday g'ayri islomiy sistema bilan birga mavjud bo'lib turolmaydiganligidir. Şoňa islom dini bilan g'ayri islomiy tusdagi ijtimoiy, siyosiy organlarning birlikda yonma-yon mavjud bo'lib turishi yoki chiqishib tinch o'tishi mumkin emas. Siyosiy organlarning faollashligi va hukumatning beqarorlik bahonasi bilan pat-pat kun tartibga kelib turadigan siyosiy o'zgarish, islohotlar uningdan ziyoda musulmon ellardagi hukumatlarning muqimsizligi, ularning bu ellardagi xalqlarning asosiy his-tuyg'ulari va aloq siljitgich kuchi bo'lmish islomga qarshi o'qituvchiligining bir namoyandasidir. Diyarlardagi tuzumni tartibga solishda o'zini haqdor ko'radigan islom o'z tabaligida o'zidan boshqa hech qaysi bir ideologiyaning faoliyat olib berishiga ehtiyojli emas. Ruxsatni bermaydi. Ya'ni islom diyarlarida laiklikka o'rin yo'q. Davlat dinning axloqiy mazmunining ayniki va qo'llovchisi bo'lishi kerak. Bu hammani quchoqlovchi tartib sifatida islomga muomala qilishdagi faqatla birinchi va eng muhim natijadir. O'xshashlar nihoyat muhim, ammo birdan-bir tanlash bo'lmagan 3 natija bor bo'lib, ular: birinchisi, dunyogo'ylik nuqtasidan islom eng yaxshi tartib tuzum o'rnatilgan dunyoni qo'llaydi. Shunga dunyoning texmi yaxshi bo'lishiga turtki bo'lgan turuqliq musulmonlar uni g'ayri islomiy deb rad qilib o'tadigan narsa yo'qdir. Ikkinchisi, tabiatga ochiq bo'lish aslida ilm-fanga ochiq bo'lish demakdir. İslomiy bo'lish uchun har qanday chora eng yuqori darajada insoniy va eng yaxshi bo'lishdek ishki shartni hozirlagan bo'lishi kerak. Ya'ni diniy va ilmiy prinsiplarning eng yuqori darajada moslikqa ega bo'lishi shartdir. Uchinchisi, islom kunimizda yer shari xarakterlik ishga bo'linib ketgan din bilan fan, axloq bilan siyosat, shaxs bilan jamiyat, moddiyat bilan ma'naviyat orasidagi bog'ga ishora qilgan holda din sifatini murassallashtiruvchi yangi ideologiya rolini musulmonlar bo'lsa bo'linib ketgan dunyo millatlarini yarashtiruvchilik rolini ustiga olmoqda. Islom xurofosiz e'tiqod va ateizmsiz ilm-fan va'dasi hamda barcha insonlarga barobar muomalasi bilan hammani birdek o'ziga qiziqtira oladi. Zamonimizdagi islomiy tartib masalalari. İnson bilan inson va inson bilan jamiyatning munosabatini shakllantiradigan o'zgarmas islomiy prinsiplar bor. Ammo o'zgarmas va manguga bekitib etilgan islomiy xarakterdagi iqtisodiy, ijtimoiy yoki siyosiy tartib yo'qdir. Islom manbalarida bunday bir tartib bayon qilingan emas. Musulmonlarning qanday ishlab chiqarish ilib berishi, jamiyatni qanday tashkillashi va kelgusida qanday boshqarishiga aloqador tadqiqot ilib berilsa, har davrdagi ishlab chiqarish, jamiyat tashkili va boshqarishlari farqli ekanligi o'ttirg'a chiqadi. Her davr va har bug'unning islomning mangulik va o'zgarmas asosiy prinsiplarini bu o'tkinchi va to'liq o'zgarishchan dunyoda joriy qildirmoq uchun yangi va o'zgacha shakl va vositalarni tepish vazifasi bor. Biz bir avlod kishilarning tavakkülchi va tashabbuskor bo'lish majburiyatimiz bor. Qabul qilmanki, bu asosiy prinsiplarning aniqlamlari albatta to'liq yetarsiz. Şoň hazır bizga intayin muhim görüngen prinsiplar dairasida tuvandagi rad tartibni turg'izish bilan kifoyalanaman. Birinchi, inson va jamoat. Islom jamiyati tashkillik bir mu'minlar jamiyatidir. Odamzod va jamiyat uchun nuqul ilmiy, inqilobiy, sotsialistik yoki boshqa nomdagi nuqul tashqi nijotlik yo'qdir. Şonlashqa ichki tartibdan yiroq, insonni o'zgartmaydigan, ichidan o'yg'atmaydigan bir qutulish yolg'on qutulishdir. Islom jamiyati faqatla ijtimoiy, iqtisodiy manfaatlar asosida yoki qandaqdir faqatla zohiriy, texnikalik omillar ustiga qurilmaydi. Chunki bu jamiyatning qurilmasi tavalligini belgilaydigan din va ma'naviyat omillarini o'z ichiga oladi. Bu amil islomiy jamiyatni barpo qilishdagi yadroliq ul deyishga bo'ladigan ma'naviyatga ega jamoatda tang uchuq shaklda ko'rilmoqda. A'zolari o'zaro zohiriy munosabatlarga tayinadigan har qanday bir jamiyatdan farqli holda musulmon jamoat ma'naviy mansubiyat ustiga qurilgan hamda kishilar aro bog'lanishni bevosita shaxsiy uchrashish va tunishlar orqali maydonga keltirgan ichki va amaliy jamiyatdir. Chunki jamoat jamiyatning ikki nomsiz a'zosi orasidagi munosabat emas, balki inson bilan inson orasidagi munosabatdir.
Jamoat tunushush va yaqinlashtirish omili sifatida jamiyatning ichki inoqligi va o'zaro hamkorlikqa hassa qo'shadi. Hamda texnologiya va kun sayin ishlayotgan shaharlashish ilib kelgan yolg'izlik va yotlishish tuyg'usining yo'qilishiga yordam bermoqda. Buningdan boshqa, mundaq bir jamoat ijtimoiy va axloqiy normalardan ishib ketmoqchi bo'lganlarning zo'ravonliklariga qarata kuch ishlatmay turibmi, ta'sirchanligi kuchli jamoat fikri yarata oladi. Jamoat muhitida buni ikki ma'noda, kishining nimani xohlasa shuni qilish yoki tamoman o'z ixtiyori qo'yib etilgan bo'lish xususida yoki moddiy va ma'naviy qo'llashga muhtoj bo'lganda yolg'iz qoladigan hech kim yo'q. Agar musulmon o'zini yor yuraksiz his qilsa, demak musulmon jamiyati mag'lub bo'lgandir. Islom bir kishining boshqa bir kishiga tabiiy holda chin ko'nglidan qo'l sunalishini taqozo qiladi. Bu vujudga chiqmay turib, chin ma'noda bir ish qilingan hisoblanmaydi. Islom davlatining umrvoyat majburiy yarashtirish va kishilarni bir-biridan qo'g'dash funksiyasiga rozi emas. Islom buni faqat shartlik va o'tkinchi sifatda qabul qiladi. Chunki huquq va qonun faqat adolatning vositasi bo'lib, haqiqiy adolat dal kishining qalbida mavjuddir. Aks ahvolda adolat yo'q demakdir. Ikkinchi, insonning barobarligi. Alloh taolaning yakkajiganligi va barcha insonlarning barobarligidan iborat nihoyat muhim ikki tema Qur'on Karimda nihoyat ochiq va keskin shaklda o'ttirib qo'yilgan bo'lib, faqat birla shariy ruxsat berilgan. Jigani Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Tanlangan xalq, tanlangan irq yoki sinf yo'q. Bütün insoniyat barobardir. Sinfiy o'lchamlar turg'izilib, insonlarni tashqi ko'rinishiga qarab guruhlarga bo'lishdak pozitsiyani islom ma'qul ko'rmaydi. Islom diniy va axloqiy harakat bo'lish sifati bilan insonlarni bir-biridan ayiradigan, ammo axloqiy normalarni e'tiborga olmaydigan qiliqni rad qiladi. Agar insonlar haqiqatan farqli deyilsa, undaqda hammadan avval qaysi jihatdan farqli ekanligi o'tirib qo'yilishi, ya'ni yetildirgan ma'naviy va axloqiy qimmatlarga asosan guruhlarga bo'linishi kerak. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Hujurat. Kunlik ro'zg'orini qanday ta'minlayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, butun yaxshi odamlar bir jamoatga mansubdir. Xuddi qilayotgan kasbi, o'rni va siyosiy ko'zqarashi nima bo'lishidan qat'iy nazar, butun nachar va axloqsiz odamlar o'xshash bir sinfga tava bo'lgandek. Sinfiy ayrimchilik ba'ayni irqiy va boshqa sabablar bilan yurgizilgan ayrimchiliklarga o'xshashil tangsiz, noaxloqiy va insoniy nuqtadan qabul qilg'usizdir. Musulmonlarning qarindoshligi. Müminlar haqiqatan qarindoshdir. Hujurat. Qur'on Karim ushbu oyatda garchi to'lim qiyin bo'lsa-mu, erish uchun to'xtovsiz ilgirlashga ilhom manbasi bo'la oladigan yuksak g'oyani o'ttirib qo'ygandir. Jakarlangan bu qarindoshlikqa ilib boradigan yo'lning qisqarish uchun müminlarning ichi va tishida favqulodda o'zgarishlar barliqqa kelish kerak. Buningga asosan biz musulmonlarning kundalik hayotida qarindoshlikqa texmi ko'p o'rin berish uchun muvofiq organlarning tashkillanishi va amaliy tadbirlarning yo'li qo'yilishida islom birligining huquq va mas'uliyati bor deb qaraymiz. Haqiqiy islomiy hukumat tarafidan barcha musulmonlarni o'zaro qarindosh ekanlik buyrug'iga bo'ysunishga chaqirish va uni qo'lga keltirish uchun amaliy turmushda ilinug'us tadbir, qilinug'us faoliyat va chiqarilug'us qonunlarning turi soni cheksiz. Moddiy va sinfiy jihatdagi g'oyat zo'r farqlar bilan ro'shan misol bo'la oladigan feodalizm tuzumida yer egisi bilan dehqon orasidagi munosabat qarindoshlarcha emas, balki qulluq sifatida namoyon bo'ladi. Haqiqatan bu munosabat Qur'on Karimning yuqori buyrug'iga tamoman xilofdir. Musulmonlarning birligi. Islomda ummat prinsipi bor. Yana barliq musulmonlarning diniy, kultural va siyosiy jihatdan birlik ichida bo'lishi talab qilindi.
İslam bu cemaat üçün bir milliy kimlik emas, ammo bütün topluluqlarning üst kimligidir. Prinsipal farqlar, cemaatlar, mazhablar, siyosiy partiyalar bo'lsin yoki moddiy farqlar, cho'ng moddiy farqlar, ijtimoiy sinflar bo'lsin, bu birlik uchun ayrıg'ich omil sifatida ilgari surilgan. Har qanday narsa asli ruhga xilof bo'lsa, bularni cheklab yo'qotish majburiyatimiz bor. Günümüz musulmon dunyosida islomiy va g'ayri islomiy iqimlarni tunishda islom birlamchi. İslam birligi ikkilamchi o'rinda turdi. Bir to'pluqning ichki tartibini, islom tashqi tartibini, islom birligi qay darajada tashkillayotgan bo'lsa, u to'pluq shu daraja islomiydir. Buning bilan islom u to'pluqning ideologiyasiga, islom birligi bo'lsa, uning siyosatiga aylandi. Mulkchilik. Islom xususiy mulkka yo'l qo'ydi. Shundaqdimi yangi islom jamiyati shuni aniq o'tirib qo'yish kerakki, jamiy boyliqlar, bo'libmi tabiiy boyliqlar butun jamiyatning idorchiligida bo'lishi va barliq fuqaro a'zolarining manfaati uchun xizmat qilish kerak. Mazkur boyliq manbalari qarta ham ma'lum shaxslarning nomuvofiq beyishi va kuchayib ketishining oldini olish hamda xalq turmushida kun sayin ishlayotgan tashkilchilik ing'ig'mas tadbirlar va turmushning har qaysi sohalariga aloqador taraqqiyot programmalarini yo'l qo'yishning moddiy asosiga kafolatlik qilish uchun bir ijtimoiy kontrol mexanizmi zarurdir. Bugungacha har xil ijtimoiy kontrol mexanizmlari qurilib tatbiqlangan bo'lib, kun sayin ishlayotgan o'rtaq masalalarni hal qilish nuqtasidan bo'libmi AQSh, Sovet ittifoqi va Shvetsiya qatorliq allarda jamiyatning ishtiroki birdek yuqori bo'lgan. Mana bu masalaning ideologik yoki siyosiy pozitsiya masalasi emasligini ko'rsatadi. Bu zamonaviy dunyo jamiyatlarining turmush saviyasiga bog'liq zaruriyatdir. Xususiy mulk Qur'on Karim qo'ygan shart doirasida kuchga ega. U bo'lsa-mu mulkning umumning yaxshilik uchun ishlatilish shartidir. Altın kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'lgan qattiq azob bilan bishorat bergan. Tavba. İslamdagi xususiy mulk tushunchasi Rim qonunidagi erkin tasarruf haqqidan farqli bo'lib, shariat mulkini suiiste'mol qilishni harom qilib, mulkni umumning foydasiga ishlatishga zo'rlaydi. Haqiqiy islomiy hokimiyat uchun bu o'xshamaslikning uzun muddatlik va amaliyatchil natijalari bor. Bu va Qur'on Karimning yuqorqi amriga binoan har xil vositalar bilan shaxsiy mol-mulkni ishlatmaslik va suiiste'mol qilish ahvoliga qarata butun qonuniy va amaliy tadbirlar kuchga egadir. Yo'qsullik qopatgan jamiyatni parchalaydigan va kishilarni bo'lib o'tadigan haddidan ziyoda bayoshatliq va haddidan ortiq iste'mol ingi bilan tengsizlikni yo'qotish islomiy tartib oldida jamiyatning baqosi va o'zi vakillik qilayotgan chin axloqiy va ijtimoiy qimmatlar uchun o'lcham bo'lib qoladi. Zakat va o'sim. İslomiy qoida nizomlar ichida xalqparvarligi nihoyat ro'shan, biri harom, yana biri farz bo'lgan ikki buyruq bor. Zakatga buyurish va o'simdan cheklash. Biz zakatda kishilar aro mas'uliyat va bir-birining taqdiriga ko'ngil bo'lishni ko'rib olaymiz. Mangulik nizom sifatida e'lon qilingan mazkur qoida jamiyatning taraqqiyoti, ehtiyoji va imkoniyatlariga asosan yangi va o'zgacha g'amxo'rlikning asosi bo'la oladi. Günümüz musulmon dunyosida zakat har bir shaxsning shaxsiy ishi doirasida bo'lib, mavjud ijtimoiy va diniy ong muhitida butunlay mulozimat sirtida. Zakatning kamligi har qadamda his qilinmoqda. Halbuki zakat islomiy tartibning ommaparvar va qonuniy organi bo'lib, uni barpo qilish uchun hatto kuch ishlatishga to'g'ri kelsa-mu, har qanday shaklda cho'qim o'rindashga kafolatlik qilinishi kerak. Allah Taalaning ey iymon etganlar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga qarshilik qilishdan saqlaninglar. Qilib qolgan o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi, boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zinglarni ziyon tortmaysizlar. Baqara degan so'zi orqali o'simning ma'ni qilinishi bilan islom jamiyatining ommaviy tartibining abadiy mezoni turg'izildi. Shuning bilan ishlamay ishlashning va o'simning har qanday turligi qat'iy cheklanib, qonunsizlik qatori qo'shib etilgan. Ya'ni islomiy ommaviy tartibning negizi bo'lmuş axloqiy tushunchaga xilof va faqatla loq moddiy boylikqa tayinib ne'matga erishish to'g'ri ko'rilmagan. Jumhuriyat pozitsiya.
Mal mülkka aloqador ishlarning sirtida islom dini hech qanday meros, varislik prinsipini yoki mutlaq imtiyozga ega hech qanday hokimiyatni tunumaydi. Allah Jalla Jalaluhuning mutlaq hokimiyatini tunish demak, ayni damda boshqa har qanday qodiri mutlaq hokimiyatlarni inkor qilish demakdir. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar. Allahni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan, sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar vaz-nasihatni oz qabul qilasizlar. A'rof. Sizlarning Allahni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar atib olgan butlarning va boshqasining nomlaridan iborat. Allah Allahning sherik ekanligi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. İbadet ve din baridagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. O sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan, bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Yusuf. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: Yaratquchiga osiylik bo'lgan qilmishlarda yaralg'uchiga itoat qilishga bo'lmaydi. Biz tarixda tunji va balki hozirgacha chin ma'nodagi birdan-bir islomiy tartib Rashid xalifalar davrida jumhuriyat hokimiyatiga xos 3 muhim omilni ko'rmoqdamiz. Birinchi, davlat raisi saylimi. Ikkinchi, davlat raisining xalq oldidagi mas'uliyati. Uchinchi, umumiy va ijtimoiy ishlarning cho'qim xalq va rais birlikda hal qilinishi. Mazkur 3-moddani Qur'on Karim alohida ta'kidlaydi. Allah'ның rahmet bilen sen ularga mulayim boldun. Eğer qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tilegin. Ishda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. Ali Imron. Parvardigoringning da'vatiga ovoz qo'shalaydiganlarga, namozni ta'dil arkan bilan o'taydiganlarga, ishlarni maslahat bilan qaror qildiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiqa qildiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi boqiydir. Shura. İslam tarixining tunji 4 hukmdori hech qanday shakldagi shoh podshoh emas edi. Ular fuqarolar tarafidan saylangan edi. Miras qoldigan xilofat ochiq oshkor holda islomning siyosiy tuzumi sifatida muqimdalgan saylan prinsipini tashlaganlikdir. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Bu dal islomiy tartibning ro'yobga chiqarilish yo'lida o'zgartib bo'lmas nishonimiz, o'lchimimizdir. Bu xususda ovozga qo'yish degan gapmi cho'rtli mumkin emas. Bu o'lchamga binoan shaxsning daxlsizligini, mavjud o'rni, muvaffaqiyatlari va jamiyatga qo'shgan hassillari nima bo'lishidan qat'iy nazar rad qilmaymiz. Bu ma'noda islomiy tartib programma qarata mutlaq hokimiyat bilan shaxsga qarata mutlaq demokratiyaning yo'g'rilmasidir. İslamda haddidan ziyoda bilga, hammani bilur, mutlaq xatosiz va o'limsiz hech kim yo'q. Hazrat Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning o'zimi bu martabani da'vo qilmagan va shu yuzdan ogohlantirilgan edi. Allohning elchisi yeniga a'mo biri kelganlik uchun tarini turib yuzni o'rib oldi. Ey Muhammad, nim bilasan? Balki o sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan pokilanish mumkin. Yoki vaz-nasihat anglab uningdan foydalanish mumkin. O'zini iymondan behojat hisoblaydigan odamga kelsak, sen uningga yuzlanasan. Yana uningga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bo'lasan. O kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyon edi? Sendan ma'rifat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen uningga qarmay qo'ysan. Buningdan keyin unda qilmag'in. Bu oyatlar vazdir. Xohlagan odam uningdan vaz-nasihat oladi. Abasa. Bu nuqtadan Qur'on Karim haqiqatchil va ayni afsonaviy qahramonlikqa qarshi bir kitobdir. Kunimizda va o'tmishda xuddi sharqda bo'lganchilik g'arbdami pat-pat ko'rilib turgan shaxsni ulug'lash hodisasi islomga mutlaq yot. Chunki bu bir xil butparastlikdir. Ular Yahudi va Nasoralar o'zlarining xohamlarini, poplarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi.
Onundan yani alemlerinin perverdigarı Allah'tan başka hiç mabud berhaq yoktur. Allah onlarning sherik keltirganliklaridan pakdir. Tavba. Bir kishining haqiqiy qimmati, uning shaxsiy hayoti jamiyatga nima qo'shganligi va jamiyatdan nima olganligi bilan bog'lanishliqdir. Kishilarning haqiqiy sifatini bilguchi faqat Allohdir va barcha ulug'lash, o'g'di va tashakkur ol Allohga xosdir. Ta'lim tarbiya. İslam cemiyetining o'li va tayanchi din bo'lsa, oqartish tarbiya uning funksiyalaridan biri bo'lib qolmay, ayni damda uning mavjudligining shartidir. Bu eng boshda oila, ondan keyin har daraja maktablar orqali ishq oshadigan din va axloq tarbiyasidir. İslomiy tartibning alohida vazifalaridan biri har turli xato ma'rif sistemalarini yo'qotish uchun unumli kurash qilishdir. İslomiy tartib cheklash va amaliy tadbirlar bilan xalqning harakash bo'lib ketishiga sababchi har qanday unsurga, ujuq va yushurun fohishaga, e'lon, film xarakterlik rasm, unsin turdagi seriq mazmunlarga, qimorxona, kechilik klub, tanzxonalarga, yig'ib aytganda islomiy axloq ingiga zid har qanday o'yin tomosha shakllariga imkon bermaydi. O'g'itish. Yangi naslning o'rganish va ishlash odatini turg'izish va yetildirishiga yetakchilik qilish mazkur bir butun ma'rifning muhim bir parchasidir. Musulmon dunyosining mavjud tuvan holidan texmo tez shaklda qutulib chiqish uchun birlik ittifoqlikdan qolsa, ma'rif ikkinchi eng muhim omildir. Halbuki musulmon ellar yetarli darajada sarmoyaga ega emas. Undaqda bor bo'lgan sarmoyalar hammadan unumdor bo'lgan ma'rifga sarf qilinishi kerak. İlim fənning meyvələrini qo'llanish va ularni olg'a siljitish iqtidorimizni o'stirmay turib, haqiqiy mustaqillikka erisholmaymiz. Islom o'tirg'i chiqqan dastlabki mezgilda ko'hna madaniyatlarga taba barliq bilgilarga tarafsiz muomala qildi va ulardan foydalandi. Kunimizda har qaysi ellar nihoyat keng doirada munosabat qurayotgan Yevropa, Amerika madaniyatining meyvalariga farqli muomala qilish uchun bir islomiy sabab bo'lmasa kerak. Aslida bizning bilim va texnologiyani qabul qilishimizda masala yo'q. Chunki mavjudligimizni saqlash uchun qabul qilishga majburmiz. Masala buni o'zlashtirgan holda olamdiq yoki aynan olamizmi? Hurmatlab turibmi yoki kamsitish tuyg'usi bilan qabul qilamizmi? Demak, masala mazkur qechib bo'lmas taraqqiyot ichida yo'qab ketamizmi yoki o'z xarakterimiz, kulturimiz va qimmatlarimizni qo'g'dab qola olamizmi? Sonliq ma'lumotlarga asosan kesib ayta olamizki, kunimiz islom dunyosida son va sifat jihatda yiltizdan eng jiddiy islohotni taqozo qiladigan organ ma'rifdir. Sifat jihatda ma'rifni yodlarga bo'lgan ma'naviy va ba'zi ahvollarda moddiy biqindilikdan qutqizish islom jamiyatining a'zolari bo'lish sifatida musulmonlarning o'g'u o'qitishiga hassa qo'shganlik. Son jihatdan mumkin qadar eng qisqa vaqt ichida maktablardagi kamchiliklar tamomlanib, har qatlam xalq ommasining bolalarini o'sishiga oldigan bir o'qitishni barpo qilish kerak. Dastlabki qadamda masjidlarni maktab sifatida ishlatishga bo'ladi. Agar o'qitish programmalarida mag'lub bo'lmasaqlar, hech qanday sohada mag'lub bo'lmaymiz. Vijdon erkinligi. Xalqni tarbiyalashni maqsad qilgan va bo'libmi umumiy ta'sirchanlikqa ega matbuot, radio, televiziya va kino film sohasi islomiy, zamonaviy va axloqiy nuqtadan mutlaq nufuzli odamlarning qo'liga topshirilishi kerak. Halbuki bugunning qoidasida bunday organlar past, yo'ldan chiqqan va o'zlarining talab etish, bema'ni hayot tushunchalarini boshqalar tanlaganlarning qo'liga topshirilmoqda. Bunga qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Masjid munaralari bilan televiziya taratqullaridan xalq sunilgan uchurlar bir-biriga zid muhitga nimaga erisha olamiz? Ammo biz islomiy tartib sharoitida hukumatning xizmat formaliq va manqurt yoshlar yetishtiradigan ma'naviy diktatorlikni majburiy tangdiganligidan derak bermaydi. Bu faqat har vaqt, har sharoitda rioya qilingusi ba'zi oddiy tutum, pozitsiya va muomala qoidalari bo'lishi kerak deganlikdir. Dinda erkinlik nuqtasida e'lon qilingan, dinda zo'rlash yo'qdir, hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Baqara. Prinsipi bo'yicha vijdon va tavallik jihatda har qanday ruhiy yoki jismoniy majburlash yoki cheklash
icma kelishish prinsiplariga xilof haqiqatan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatim ozg'unlik ustiga jam bo'lmaydi degan. İslam axloqiy temalarda qattiq talabchan bo'lish bilan birga tabiat va shod-xuramlikni idrok qildiganligi bilanmi erkinlikparvar bo'lib, bir butun islom tarixi buningga guvohdir. İslam qandaqdir bir ta'limot yoki monarxizmni emas, yoki jigani Allohni tunuganlik uchun diktatorlikqa mangmaydi va har qanday terrorlik va inkvizitsiya harakatiga yo'l qo'ymaydi. İslam va mustaqillik. Erkinlik va mustaqillik bo'lmay turib, islomiy tuzum bo'lmaydi va aksicha islom bo'lmay turib, haqiqiy erkinlik va mustaqillikmi bo'lmaydi. Keyingi yakunni ikki turli tushunishga bo'ldi. Birinchisi mustaqillik faqat qazanilgan ma'naviy, ideyaviy va mamlakatlik xarakterlik mustaqillikning natijasi bo'lganda haqiqiy va abadiy bo'ladi. Yani xalqning erishilgan mustaqillikni chin ma'noda barpo qila olishi va adoqqich qo'g'diy olishi uchun shu al xalqning o'shini topganligi va o'z yoshirin kuchini tunib yetganligi namoyon bo'lishi kerak. Bundaq bo'lmaganda qo'lga keltirgan mustaqillik ma'nosini yo'qotadi va davomlasha olmaydi. Musulmon xalq islom ideologiyasini kundalik turmushida muayyanlashtirishda buni boshdan kechiradi va o'ziga mujassamlaydi. Shundaqla o'z ma'naviy azodligini ijtimoiy va siyosiy azodlikning sharti deb qaraydi. Ikkinchisi, musulmon puhraning hokimiyatni yurakdan qo'llashi shu hokimiyatning islomiy xarakteri bilan o'ng tanasib ichida bo'ladi. Shundaqla rejim islomdan qanchalik yiroqlashsa, qo'llash shunchalik ojizlaydi. Bu vajidan g'ayri islomiy rejimlarni bunda qo'llashdan tamoman mahrum deyishga bo'ladi. Shunga ular xolisin yoki xolamasin yotlarning madadi uchun kuchashga majbur bo'ladi. Ko'rib bilishga bo'ldiki, ularning bu mahkumligi o'zlari tutgan g'ayri islomiy tutumning bevosita natijasidir. Bu haqiqatlar islomiy tuzumning demokratik xarakterining hargizmi shakli emas, o'rtaq tunishga ega mohiyatlik demokratiya ekanligini o'ttirib qo'ydi. Bundaq demokratiya xalq ommasining istaklari hukumat tarafidan ideya va amaliyotga aylantirilgan. Xalq irodasining bevosita ifodasi shaklida o'ttirib chiqqan yerlarda mavjud bo'ladi. İslomiy tuzumning o'rnatilishi musulmon ommaning va oddiy kishilarning eng cho'nqur orzusining amaliga ishishi bo'lg'achqa demokratiyaning adoqiy pallasi sifatida ko'rilmoqda. Shu narsa aniqki, bir qism boylar va ziyolilar qanday orzuda bo'lishidan qat'iy nazar, avom xalq o'zlariga tava musulmon to'plikda islomiy turmushni talab qiladi. Bu ahvolda demokratiya qoida tuzum va e'lon tashviqotlardan emas, balki real haqiqatdan kelgan bo'ladi. Buni amalga oshirishda islomiy tuzum o'rinsiz kuch ishlatmaydi, chunki kuch ishlatish ehtiyoji ko'rilmaydi. Aksicha g'ayri islomiy tuzum xalq ommasining to'xtovsiz qarshiligi va dushmanlik oldida birdan-bir chora sifatida qattiq kuch ishlatishni tanlaydi va natijada bu muqarrar holda diktatorlikka qarab taraqqiy qiladi. Bu o'zini qochirib bo'lolmaydigan oqibatdir. Xizmat va jihad. İslomiy to'pliq inson kuchi va tabiiy boyliqlarni safarbar qilish hamda muvofiq tadbir qo'llanib, xizmat va faoliyatni qanot yaydirish vazifasini ustiga olish kerak. İslomiy to'pliqning mavjudligini saqlab qolishi, kuchlik yoki ojiz bo'lishi hamma to'pliqda bo'lgandek tirishish va kurashish prinsipiga munosabatli bo'lib, bu ma'noda biz musulmonlar Allohning oldida hech qanday imtiyozga ega emasmiz. Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ldi ekan, Alloh uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mu'minlar kuyindigan, kafirlar shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Alloh uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir, Alloh hammani bilguchidir. Biz jamoat sifatida psixikimizdan ikki ofatni yo'qotishimiz kerak. Biri, payg'ambardan keyin mo'jizalarning vujudga chiqishiga ishonish, yana biri o'zgalardan yordam kutish. Tirishchan va bilgan kishilar o'tirib qo'ygan mo'jizalardan boshqa mo'jiza yo'q. Mo'jizaviy usul bilan dushmanni qo'g'lay olmaydigan, nomratlikni tugtalaydigan, farovonlik va ig'ortishni, ma'rifni ilib kelalaydigan hech qanday kutilayotgan Mahdi yo'q. Mahdi bizning yalqovligimiz qo'ygan ismimiz yoki qiyinchilik va masalalarning salmiqi mavjud imkon va kurash vositalari bilan qiyos qilib bo'lmas darajada zo'r farqlanib qolganda bechoraligimizdan tug'ilgan yolg'onchi bir umid xolos.
Başqalarning yordamiga tayinish xurofotlikning yana bir shaklidir. Bizlar islom davlatlari sirtidan fidokor do'st yoki ashaddiy dushman istash va tepishni odat qilib oldik va bu atalmish tashqi siyosatimizdir. Amaliyotda na chin do'st, na haqiqiy dushmanning yo'qligini his qilganimizda va mavjud masalalarimiz xususida gunohni dushmanning suiqasdlik planidan bekarak o'zimizga qo'yganda pishib yetilishga boshlagan hamda peshgalchilik va umidsizliklar texmo oz bir davriga qadam qo'ygan bo'lamiz. To'g'risi, siyosiy va moddiy manfaat kutmagan holda yordam berishga tayyor kishilar bo'lgan taqdirdami, bu bizning ahvolimizni ko'rinarli darajada o'zgartirmaydi. Chunki bayoshatlik sirtdan import qilg'ili bo'ladigan bir narsa emas. U chuqum shu el tuproqlarda va tirishchanlik asosida borliqqa kelish kerak. Nimaga erishmoqchi bo'lsak, o'zimiz qilishga majburmiz. Chunki hech kim biz uchun qilib bermaydi, ham qila olmaydi. Bu plan va faoliyatning ajoyib jasoratbaxsh asosi bor. İslam dünyasının tabiiy boylik va imkoniyatlari favqulodda bo'lib, Indoneziya, AQSh va Sovet ittifoqidan qolsa, dunyo bo'yicha 3-chi hemzirhim rayonidir. Bir butun islom dunyosi bu ma'noda birinchi o'rinda turdi. Qayta gullanish. Biz buni jakarlash bilan bexatar va rohat farog'atlik davrni emas, balki tashvish va qiyinchiliklar monumen deb turgan bosh og'riqi to'li bir davrni jakarlamoqdamiz. Chunki yo'qotish kerak bo'lgan nurg'un illatlar bor. Şoň bu basqoş farog'at va mo'lchilik kunlari emas, o'zni hurmatlash va vijdon kunlari bo'lg'usi. Uyqudagi ummat faqat qattiq zarbalar bilan uyg'ondi. Musulmon jamiyatimizning izguligini chin yurakdan istiguvchilar. Uni har qanday bisim, sinoq va dishvorchiliklardan neri tutaman deb turib olmasin. Endi bu jamiyat o'z kuchini ishiltish, sinoqlarda barliq imkoniyatlarini safarbar qilish va xatarga tavakkul qilish uchun bir eg'iz so'z bilan uyqudan bedor bo'lib, o'z mavjudlik uchun tish-tirnoq bilan tirishishi kerak. To'pliqimiz uyg'oq va harakatchan bo'lgandala o'z yo'lini topa oladi. Ayol kishi va oila. Ayollar musulmonlar jamiyatining har soha, har tarmoqida yangi bo'g'inning onasi va tabiiy tarbiyachisi salohiyatiga uyg'un qiyofatga kirish kerak. O'qimagan, sal qaralgan va mayus bir ona musulmonlarning qayta gullanishni boshlatadigan va uni muvaffaqiyatli holda davomlashtira oladigan o'g'il-qizlarni cho'ng qila olmaydi. Musulmonlar tashabbuskorlik bilan onalikni ijtimoiy funksiyon sifatida qabul qilish kerak. Ayollarga dedak jariyalar davri odatlari bo'yicha muomala qilishdan to'xtash kerak. Ayollarga adolatsiz muomala qilishda islomni dasmoyi qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu yangilik dinni suiiste'mol qilishlarga cho'qim xotima berish kerak. Bu tutumlar hargizmo jamiyatga ba'zi topdan chiqqan shijonlarni yaqilab kelgan sopa. Havo havaslayı kengchil hokimiyat qurg'isi bor, g'arb mahsuli bo'lmish feminizm ideologiyasini tangish emas, shundaqla Yevropacha ma'noda ikki jins barobarlikim emas. Bu er kishi va ayol kishining barobar ekanligini urg'ulash shakli bilan ikkisining orasida mavjud va qo'dilish kerak bo'lgan farqlarga diqqat tortishdir. Barobarlik prinsipi bevosita Qur'on Karimda necha qatim va nihoyat ochiq bir shaklda o'tirib qo'yilgandek, o'xshash bir diniy va axloqiy qoida oldida er kishi va ayol kishining mas'uliyati barobarlikning natijasidir. Bu oyatlarning qatoridan Allohning musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga, sadiq berguchi erlar va sadiq berguchi ayollarga, ro'z tutquchi erlar va ro'z tutquchi ayollarga, nafslarni haromdan saqlovchi erlar va nafslarni haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va ko'p savob tayyorladi. Ahzab degan so'zidir. Günümüzdə g'arb madaniyati ayol kishini ya huzurlanadigan ya cho'qiniladigan bir narsaga aylantirib qo'yish bilan birga ayni damda hurmatga sazovor birdan-bir aloyidlikka bo'lmish xarakterini tortib oldi. Uni onaliqidan ayirib tashlab, ajallik va o'rni to'ldirilg'usiz rolidan mahrum qo'ydi. Oila og'ir krizisni boshdan kechirayotgan va qimmatiga savol belgisi qo'yilayotgan ushbu davrda islom mazkur hayot shakliga bo'lgan qo'llash va sadoqatini yangidan ta'kidlamoqda.
Shundaqla oila bexatarlikni muhim bilib, onunğa xavf ilib kelguchi ichki va tashqi omillarni ichimlik, nashayan munosabat va mas'uliyatsizlik rad qilish orqali amaliy turmushni normal va sog'lom ayolning eng cho'ng va eng haqiqiy manfaatini qo'g'dimoqda. İslam ayol kishiga subyektiv barobarlikni emas, balki butun qimmat e'tibori bilan birga so'ygi, nikoh va bolani hadiya qilmoqda. İslamның dastlabki asrlarida shakllangan oila va nikoh qonuni kunimiz asri ilib kelgan taqozolar va insoniyat ulashgan ijtimoiy ong saviyaga uyg'un shaklda yangidan o'ylashishi. Ko'p xotinlikni yanama tizginlash va ajrashishga chek qo'yilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ajrashgan ayol va yetim bolalarga ravrus moddiy qo'dinish ta'min etilishi kerak. Nishon vositani mubah qilmaydi. İslomiy tuzilmani barpo qilish kurashida jinoyatdan boshqa har qanday yo'l vosita mubahdir. Tizginsiz va oshxona zo'ravonlik bilan islomning va bu kurashning poknomini bulg'ashga hech kimning haqqi yo'q. Islom jamiyati muqimlashgan asoslardan birining adolat ekanligini qayta isbotlash kerak. Qur'on Karim bizni dushmanlarimizni yaxshi ko'rishga buyurmagan, ammo cho'qim adil muomala qilishimizni va apuchan bo'lishimizni buyurgan. Ey mu'minlar, Allah uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki fiqir bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Nafs xohishinglarga ergishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmilasanglar yoki guvohlikdan bosh tarsanglar, Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Nisa. Agar intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar, ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qiluvchilar, ya'ni kechiruvchilar uchun albatta yaxshidir. Nahl. Kuch ishiltish mana shu buyruqlar doirasida bo'lish kerak. Nishonga yetish uchun har qanday yo'l mubah degan formula haddi hisobsiz jinoyatlarga sabab bo'lgan. Ulug'var nishonga pastkash vosita bilan yetkil bo'lmagandek, pastkash vosita har qanday nishonga dog' tushirdi va uni zidilaydi. Axloq jihatdan qanchaki kuchli bo'lsak, kuch ishlatishga ehtiyojimiz shunchaki oz bo'ladi. Demak, aqida sohasida kuch ishiltish ojizlarning qurolidir. Kuch qila olmaganni oliyjanoblik, sabatliq va shijoat qila oladi. Allah'ның rahmeti bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tilagin. Ishda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Ali Imron. Va Parvardigorining yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi vaz-nasihat bilan da'vat qilgan. Ular ya'ni muxolifatchilik qiluvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Nahl. As-sonliqlar. Islomiy tuzumni faqat musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qiladigan davlatlarda amalga oshirg'ili bo'ladi. Nüfus üstünlüksiz İslami tüzüm tepilgan taqdirda faqat hakimiyet bo'lalaydi. Chunki ikkinchi omil bo'lmuş İslami to'pluq kamdir va mustabid hakimiyetga aylanib qilishi ham mumkin. İslam davlati ichidagi musulmon bo'lmagan asonliqlar davlatga sadoqatmanlik sharti bilan zimmiy salohiyatida diniy erkinlik va barliq qo'g'dashdan bahramand bo'ladi. G'ayri musulmon ellardagi musulmon asonliqlar diniy erkinligi, normal turmush va taraqqiyoti kabolatga erishish sharti ostida islom va musulmonlarga ziyon bo'lganlardan sirt shu jamiyatdagi barliq majburiyatlarni ado qilish kerak. G'ayri musulmon ellardagi musulmon asonliqlarning o'rni hamisha dunyo islom jamiyatining kuchi va inovatiga bog'liqdir. Boshqa jamiyatlar bilan bo'lgan munosabatlar. Islom jamiyati bilan dunyodagi boshqa jamiyatlarning munosabati tuvandagi prinsiplarni asos qiladi. Diniy e'tiqod erkinligi. Dinda zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tag'ut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutquni tutgan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Baqara.
ikkinchi, aktiv mudofaa uchun kuchlik va qat'iy iroda. Düşmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelish qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tunimaysizlar, Alloh tunuydi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nim bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Yana bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Anfal. Ey payg'ambar, müminlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'lgan bo'lsa, kafirlardan 1000 ni yengalaydi. Chunki ular jahil qavm bo'lib, Allohning hikmetini tushunmaydi. Anfal. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni mushriklarni, ular haramda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, urush haram qilingan oylarda bo'lsin, uchratgan yerda o'ldiringlar. Sizlarni yurtinglardan, ya'ni Makkadan chiqarib etgandek, sizlarni ularni yurtidan chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ldiravering. Kafirlarning jazosi shundoq bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlar urushdan qo'l yig'inglar. Alloh tavba qiluvchilarga haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Baqara. Uchragan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi boqiydir. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshirvasang bo'lmaydi. Kimga intiqom elishga qodir turuqliq abu qilsa va o'zi bilan yomonlik qiluvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Alloh haqiqatan zulm qiluvchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchrag'uvchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayiblandiganlar faqat kishilar zulm qildigan, zimida nohaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shura. 3. Tajovuzchilik va urush jinoyatlarini cheklash. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun suli bilan seni aldamoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan cheksiz sana kifoya qiluvchidir. Alloh seni o'zining yordam bilan va mu'minlar bilan kuchlantiradi. Anfal. Ayiblandiganlar faqat kishilar zulm qildigan, zimida nohaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shura. 4. O'zaro hamkorlik va xalqlarning bir-birini tunishi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir er, bir ayoldan, odam bilan havodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Hujurat. 5. Ma'qullangan to'xtam majburiyatlarga rioya qilish. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan muahida tuzgan, muahidaga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidaga vaqt to'shgan qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Tavba. 6. O'xshash muomala qilish. Mushriklar ahdisiga qanday muvofiq qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xush qiladi, dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'izda chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan ularning tulisi fosiqlardir. Sura Tavba.